Homiladorlik bu yangi davr. Har bir bosqichda shifokoringiz bilan doimiy, muntazam tashrifda bo'lishingiz kerak. Homiladorlik davrida 8 marta tibbiy ko'rikdan o'tish shart va zarur. Bu har bir homilador ayolda kelajakda sog'lom farzandni dunyoga keltirish, jamiyatga yetuk va sog'lom kadrlarni yetishtirishga muhim ahamiyatga ega. Bu birinchi tashrif 12 haftagacha homilador ayol tibbiy ko'rikka kelib, o'zining oilaviy shifokoriga murojaat qiladi. Shifokor homilador ayolni barcha klinik laborator tekshiruvlardan o'tkazib, tor doiradagi mutaxassislar, endokrinolog, akusher-ginekolog, oftalmolog, urolog, xirurg mutaxassislardan o'tkaziladi. Asosiysi homiladorlikning shu 11 haftalikda skrining tekshiruvlar bo'ladi. Bu o'sha homilador ayolda birinchi skrining hisoblanadi. Birinchi UZI perinatal skrining hisoblanadi. Bu birinchi perinatal skrining 11 haftalikdan 13 haftalik 6 kungacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi. Bu paytda o'sha homiladagi va bachadon tubi arteriyalaridagi holatlar aniqlanib, homilada tug'ma nuqsonlar bor yo'qligiga ishonch hosil qilinadi. Ikkinchi tashrifimiz bu 18-22 haftalikni tashkil qiladi. Ikkinchi tashrifda bu 18-20 haftalikda bunda ham homilani o'sishi, rivojlanishi, homiladagi yurak nuqsonlari, platsentaning rivojlanishlari, homilaning rivojlanishlari yo orqada qolishlari alomatlari aniqlanadi. Uchinchi tashrifimiz 26 haftalikda hisoblanadi. Bu 26 haftalikda eng mukammal tekshiruvlardan o'tkaziladi. 4-tashrifimiz bu 30 haftalikda. 30 haftalikda barcha klinik laborator tahlillar bilan bir qatorda, ya'ni jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni aniqlash maqsadida klinik tekshiruvlar olib aniqlanadi. Almashinuv varaqalari beriladi. 5, 6, 7, 8 tashriflarimiz bu 34, 36, 38, 40 haftalikgacha hududiy patronaj hamshiralari yordamida akusher-ginekologning nazoratida bo'lib, homilador ayolning umumiy ahvoli va homilani ahvollari doimiy ravishda tekshirib boriladi. Bu paytda homilador ayolga tug'ruq muassasalari belgilanadi.